Qadrli teletomoshabinlar, omon-omon ko'rsatuv mana shunday ajoyib kayfiyatda davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugun 10-yanvar haftaning dushanbasi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu sanada O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek, O'zbekiston xalq artisti Shirin Azizova, Rixsa Avazov hamda O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov tavallud topgan ekan. Yo'q, juda yaxshi. Bizni tomosha qilayotganlar ichida ham bugun tavallud ayyomini nishonlamoqchi bo'lganlar, tayyor turganlar bo'lsa, ularni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. She'r keldi. Bugun seni kuning. Kuning sening bugun. Kuning bugun sening. Sening kuning bugun. Ana, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Barcha niyatlaringizga erishib yuring. Albatta, bunaqa original, noodatiy she'r bo'lmagan bosqon. To'g'ri. Eshik taqilyapti. Menimcha qo'shnilar chiqdi-yu, bu narsa so'ragani. Yo'q, bosqon, navbatdagi mehmonimiz tashrif buyurdi. Xo'sh, kim ekan u? Taklif qiling unda, kuttirmang. Taklif qiling. Kutib oling, iste'dodli, latofatli, go'zal aktrisamiz Aysenamxon Yusupova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aysen ham yaxshimisiz? Kayfiyatli yaxshimi? Charchamayapsizmi? Sizni taklif qilgan uchun Abroxo'jaga alohida rahmat. Rahmat sizga. Menimcha bilsangiz kerak, Aysen ham bilan 4 yil institutda birgalikda o'qiganmiz, hozir yana 2 yil yana o'qiyapmiz magistraturada. Ana, bu qizni juda ham yaxshi taniyman. Sizga Xudo sabr bersin, ilohim. Nega? Endi 1,5 soat dastur olib borish o'zi bir katta bir anaqa kerak-da, bir Kuch kerak. Kuch kerak. Endi darsda o'tirish ham 7 yilni tasavvur qilib olsangiz, sochlarim oqarib ketdi, bosqon. Abroxo'ja sabr qilyapti, Aysen ham sabr qiladi. O'y zamonmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatli yaxshimi? Ko'rinishingizni ko'rsa ham juda ham go'zalsiz har doimgidek. O'zi Aysenamxonmi, Oysanamxonmi? Qaysi birini? O'zbekchada Oysanamxon. Lekin ko'pchilik qiynalishadi Aysanam deyishga. Qani bosqon? Aysen ham. Juda ham yaxshi bilaman, chunki Aysen ham Qoraqalpoq yurtining erkatoy qizi. To'g'rimi? Shu haqida o'zingiz ayting, qayerda tug'ilgansiz? Ko'pchilik Qoraqalpog'istonlik ekanligini Aysen hamni bilmaydi-da. Ko'pchilikda xabari yo'q. Nukusdanman, Nukus shahridan. Ismim Aysanam. Ana, o'zlarda boshqacha. Familiya? Yusupova. Yusupova. Yusupov. Yo'q, menga taalluqli emas. O'zi aytdim shu bir. Mayli. Yo'q, taalluqli emas. Faqat do'st. Hamkasb. Yosh aktrisalardan biriman. Aysen ham boshqacharoq savol. Tish shifokoridan qo'rqasizmi? Juda. O'z borganmiz? Borganman, ko'p emas. Kichkinaligimda borishgan. Aha, katta bo'lganingizdan keyin aql tish chiqdimi? Ha, yaxshi ham eslatdingiz, ha. O'tgan yili borganman. Yomon og'rigan. Aql tishidan, ha? Juda oldirib tashlaganman-ku. Demak, aql chiqdi. Aql kiribdi. Aql chiqdi, ketdi. Sizga chiqqanmi aql tishi? Aql tishi oldirib tashladim. Ha, o'zi seziladi. Og'riq yomon deymi? Og'riq yomon, uni aqllilar biladi faqat bosqon. Menga ham chiqqan, lekin og'rig'i unchalik yomon bo'lmagan. Og'rimagani va aql kirmagani. Lekin aql tishi chiqqandan keyin uylanganman. Aql kirgan, shuning uchun darhol. Yaxshi, yangi yil hali kutib oldingiz, oila davrasida kutdingizmi o'zi? Nukusda, ya'ni Toshkentdami? Oila davrasida. O'zingiz nima pishirdingiz o'zi? Shuni ayting, o'zingiz nima pishirdingiz? Yeyishdan tashqari. Yeyishdan. Yo'q, men o'zim tayyorlayman hamma narsani. Boshqalarga ishonmayman-da uy ishlarini. Oo. Aynan shu ovqatlar, salatlar masalasini. Oshxonani juda bir palaparti chiqib tashlayman. Ovqat qilganimda keyin yig'ishtirib olaman. Hamma narsani yoyib, uni gashti boshqacha, to'g'rimi? Xuddi oshxonaga kirgan insondek gapirmang, umuman kirmaysiz. Nima deyapsiz? Sizni yoningizda buchi u erkalanyapti. Mana Aysen ham juda ko'p seriallarda, filmlarda suratga tushgansiz. Lekin ko'p insonlar, ko'p teletomoshabinlar sizni o'sha Hilol Nasimovning Meros filmi orqali kashf qildi. Yangitdan kashf qildi desak adashmagan bo'lamiz. Keling mana shu film haqida gaplashamiz. Men kinodagi birinchi ustozim bu Hilol Nasimov bo'ladilar. Chunki birinchi rolim debyutim ularda bo'lgan. 2018-yil Hayot filmida.
Tasodifan bo'lgan lekin bu ikkinchi kurs paytimmi? Yo'q, ha, ikkinchi kurs paytimda. O'sha sessiyalar boshlangan, imtihonlar avjida. O'sha payt Hilol aka kasting o'tkazish uchun kelganlar institutga. Men bir ahvolda koridorda turganimda o'zi mazam yo'q edi o'sha payt. Qizim o'zlari yonlarimga kelib, "Qizim, siz qaysi bo'limda o'qiysiz?" deb men bilan gaplashganlar. Shunaqa kasting qilyapman film uchun, keling deyishganlardan keyin men ertasi kuni borib kasting topshirganman, lekin juda ko'p qizlar bo'lishgan u yerda. Kastingdan o'tganman, o'sha birinchi film ularda bo'lgan. Keyin mana 2020da meros olindi. Yana Hilol aka o'zlari taklif qildilar. Kastingsiz. Kastingsiz, ya'ni siz faqatgina o'sha rolni sizga taqdim qildilar. Demak, ishonchni qaysidir bir ma'noda oqlagansiz, ularning shartlariga balki talablariga javob bergansiz, yana kastingsiz bu ikkinchi filmga taklif qilgan. Xabarimiz bor, 2021-yilning dekabr oyida Qozog'iston Respublikasi O'zbek kino kunlarida ishtirok etdingiz. Adashmasak, u yerda ham Meros filmi namoyish etildi. Borib keldik, u yoqda Meros filmini premyera qildik. O'zi film o'zbek millati va qozoq millati haqidagi film. U yerda men o'sha qozoq millatini Oygul qizini ijro qildim. Yaxshi qabul qilishdi. Endi u yerda qozoq tilida gapirganman. 2 soatlik film bo'lsa, zal to'la hech kim chiqib ketmadi. Mubtalo bo'lib qolishdi demoqchisiz. Sizga filmgami? Filmga. Birinchi filmga kelgan aktrisa aktyorligi albatta. Juda ham yaxshi. Har bir aktrisa o'sha aktrisalik faoliyatini boshlagandan keyin niyat qiladi-da. Men uchun shunday bo'ladi. Qizil yo'lakchadan yursam, fotograflar, videooperatorlar, jurnalistlar, yulduzlar atrofda, hamma muxlislar qarsak chalsa va mana shu voqeani, mana shunaqa hodisani siz bir necha bor hayotingizda o'tkazdingiz. Qizil yo'lakchadan yurgansiz. Keyin ilk marotaba mana shu voqeani eslaymiz. Qanaqa taassurotlar, qanaqa hissiyotlar o'tgan sizni qalbingizda? Balki yig'lab olgandirsiz, hayajon bo'lgandir. Sal yosh chiqdi, lekin juda hayajon bosdi. Yig'lagandan battar bo'ldi. Juda ham. Bu o'zimizdagi kino festivalida bo'ldi, Toshkent xalqaro kino festivalida. U yerda men ustozlar, katta teatr ustozlar, kino ustozlari bilan birgalikda o'tib ketdik yo'lakchadan. Keling bitta yurib bering. Mana deylik, mana qizil yo'lakcha, podium. Mana podium aytgancha. Teletomoshabinlar, fotoapparatni oling, fotograflar bor. Men jurnalistman. Bo'ldi, gap so'zga. Keling, u paytdagi his-tuyg'ularni biz sizga yordam beramiz. Turamiz, keling. His-tuyg'uni bari shu yerda. Seni marhamat. bilmadim, o'xsharmikan? Podiumda, ya'ni qizil yo'lakchasida. Qizil yo'lakchani olib chiqing bosqon. Mana o'zi, undan kam joy yo'q sizamiz. Hozir sozandalar tayyor turishsin. Navbatdagi yulduzimiz mahoratli, umidli, iste'dodli kino aktrisa Aysenem Yusupova. Marhamat. Muxlislar mana shunaqada dasxat. Qo'lingizni undoq qiling. Qanaqa holatlar bo'ldi? To'g'ri kirib keldim men. Masala joyimga o'tirdim. O'qib keldim-da. Endi u holat yana bir eslash juda hayajonli. Bitta bo'ladi, deyapti. Bitta bo'lsa zo'r Bitta bo'lsa zo'r bo'lsin. Undan keyin ham bo'ldimi bu keyingisi? Yo'q, ya'ni hissiyot bitta bo'ladi-da. O'sha jarayonda yana qaytib bo'la olmaydi demoqchi. Baribir birinchisi eng esda qolarli bo'lgan, to'g'rimi? Hayajonli, esda qolarli. O'tib olgandan keyin chuqur nafas olaman. Joyingizga o'tirdingiz. Bo'ldi. Juda ko'p aktyorlar bilan birgalikda partnyor sifatida ishlagansiz, to'g'rimi? Ular Shahzod Sultonov, Shohrux Hamdamov, Fotih Nasimov. Qaysi aktyor bilan ishlash osonroq va quvnoqroq? Qaysi bilan birgalikda baribir osonroq va zavqliroq? Hazil-huzul yoki bir-biringizni tushunish? Hammasi o'ziga yarasha yaxshi. Hech bir partnyorlarim bilan qiynalmayman. Hali bo'lmadi. Qaysi qaysarroq? Shuni so'raylik. Qaysi qaysarroq o'zingizga o'xshab, ya'ni. Hamma bilan yaxshi. Ya siz yaxshi. Yo'q, hozir men bu nazarda tutganim Olifta serialini nazarda tutdim. Ya'ni YouTube tarmog'i uchun ishlangan ijtimoiy tarmoqlardagi Oliftaxon serialida Erkatoy bir Olifta qizi rolini ijro etdingiz-ku, shunga aytdim, o'ziga o'xshagan qaysardi. Qaysar, Erkatoy, shaharning qizi o'zidan o'zi
Qishloqqa borib qishloqqa qoldi. borib o'sha muhitni his qilish kerak, o'sha muhitda yashash kerak. O'sha jarayonlar qanaqa bo'ldi o'zi? Mana shundan gapiringchi, qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan bo'lsa kerak-a? Oliftaxonga keladigan bo'lsak, komediya janri. Aha. Birinchi marta komediya ijro qildim. Bu obraz, ya'ni bu rol sizni o'zi hayotingizga ham yaqinroqmi? Yo'q. Obraz umuman aloqasi yo'q. Yaqinroq tarafi injiqligi bo'lmasa, boshqa yo'q. Faqat injiqligi o'xshashroq-a. Shuning uchun Ha. bemalol o'ynab berdingiz. Demak, qishloqda ko'p ishlarni amalga oshirgansiz, a? Non yopgan bo'lsangiz kerak tandirga. Sigir sog'gansiz. Sigir sog'dim. Qani shular haqida gapiramiz. Ko'chalarni ertalabdan sipirgansiz, Ha. o'zi Ya'ni- oldin bunaqa ish qilmagansiz-a? Ana hayotingizda qilmagan ishni qishloqda borib o'sha filmda qilgansiz. Filmda qilgan. Qani Voy, eslaylik, eslatmanglar nimalar deyapti. qildingiz? Birinchi o'sha issiq juda. Oliftaxonlar juda ham qiynaladi, ayniqsa quyoshda. Quyosh ham menga qarshi chiqqanda qiynalsin shu qizni. Xo'sh, nima ishlarni qildingiz? Qani sanaylik. Nima ishlar qildim? Mashinada tikish. O'zi tikishni bilmasdingiz. Tikishdan umuman xabarim yo'q. Sigirni yoniga yaqinlashib ko'rmaganman hali. Umuman. Yo'q. Lekin sog'dingiz-a? Birinchi marta filmda sog'dim. Jizdizlar. O'sha epizodlar Qo'rqmadingizmi? yaxshi chiqqan lekin qo'rqqanim Tabiiy bilan. chiqqan. Tepib olmadimi? Tepib olmadimi? Endi do'stlar bir-biri bilan yaxshi chiqadi. Ovozini chiqarib baqirib berdi. O'zi qo'rqib yoniga yaqinlashyapman men. O'tirib sog'ishim kerak. Zo'rg'a boryapman. Endi o'tirgan baqirib yuborsa bo'ladimi? Chelak qo'limdan tushib yugurib ketdim. Ko'rdingizmi, qarang, qishloqda yashayotgan ayollarning qizlari qanchalik mehnatkaşligini, qo'lidan hamma narsa keladi. Hamma ishda tindiradi, bor bo'ling, yonimizda bo'lganingizda bir quchoqlab bag'rimga bosib qo'yardi. Keling, hozir improvizatsiya qilamiz. Faraz qilamiz, Oliftaxon hozir uchrashuvga chiqqan. Mana sizga kuyov va Oliftaxon hozir bolaga, bo'lajak turmush o'rtog'iga eng yaxshi xislatlarini ko'pirtirib bo'lsa ham mayli, aytib berish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Bo'ladi, rahmat. Ha. Uydagilar siz bilan gaplashishimni aytadilar. Ha, menga ham aytadilar. Ha. Boshqacha bo'larkan. Haligi bilasizmi? Uyda hamma ishni men qilaman. Non yopaman, tandirda. Ha. Hamma ovqatlarni bilaman. Ya'ni Xamirli ovqatlar deysizmi, shirinliklar, salatlar, hammasini. osh bilasizmi? Oshni ham bilaman. Yaxshi. Ertalab kam uxlayman menchi. To'rida uyg'onib olaman. Bu payt ana xo'rozimiz uxlayotgan bo'ladi. To'rda uyg'onib nima qilasiz? Ha, uni men uyg'otaman. Ha, xo'rozlar uyg'otib keyin. Ha, yaxshi. Ko'chalarni supuraman. Faqat o'zimizni joy emas, qo'shnilarnikini ham supurib chiqaman borib. Butun kelib. mahallani? Ha, Voy, hamma voy, shuning voy, uchun voy, meni yaxshi voy. ko'radi mahallada. Instagram, Ko'p kitoblar o'qiyman. Instagramga kirasizmi? Vau. Nima? Wow. Yo'q, bilmadim. Kitob o'qiysizmi? Juda ko'p kitob o'qiyman. Bo'sh vaqtim bo'ldi, faqat kitob o'qiyman. Zerikib qolsangiz nima qilasiz? kechgacha. Zerikan Zeriksam ham kitob o'qiyman. Ishlarni kim qiladi unda? Ishlarni qilib, hamma narsani joy-joyiga qo'yib bo'lgan ekan, faqat kitob o'qiyman. Kechqurun 12 dan 4 gacha kitob o'qib, ertalab turib chiqib ketasiz, uxlash yo'q. Shunaqa endi. Hozir to'xtatmaganimda ishonmadilar. to'xtatmagan Avrohoji yoningizga o'tirib, rostdanmi, ay seni rost bunaqa qiz ko'rmaganman deb Qoraqalpoqda kuyovlarni qanday qabul qilishadi? Yo, o'zlari ham ishonmadilar. Boshqa bildingizmi? Ko'zlar bunaqa aldash bo'lmagan. Endi boshqacharoq qilamiz. Endi Oliftaxon sal ochilmadi-da, negadir obrazi ochilmadi. Keling, ozgina o'zgartiramiz. Ya'ni siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizga shartlaringizni aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, Oliftaxon uchrashuvda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buncha kech qolasiz? Men nima, bekorchimanmi sizga? Yo'q, men 5 daqiqa uzr agar. 5 daqiqa bu. Men vaqtim qimmat, bilasizmi siz? O'zi oyim aytgan. Qanchasi men bilan gaplashaman deb, uchrashaman deb hozir ovora. Sizni kech qolib yurishingizni qarang. Biron solib keldingizmi? Endi kech qolganingizga yarasha. Bilasizmi, endi haqiqiy muhabbat to'ydan keyin deyshadi-ku, shunga to'ydan keyin hammasini degandek. Ha. Bugun sal Ko'p gapiryapsiz juda hamchi. Xullas, oila qurar ekanmiz. Menga bitta mashina bo'lsa, chiroyli qizil rangidan bo'ladi. Keyin to'ydan keyin sayohatga ketamiz. Istanbulgami? Mayli. Birinchi Istanbulga borib kelamiz. iPhone keyinroq berasiz, hozir o'zimda bor. Keyinroq yangisi 14 chiqsa, 14 ni olib berasiz.
to'yib qilamizmi yoki Ha, kichkina kamxarjroq qilib, nima deysiz fikriga? Tayvanda qilamiz, bo'ladimi? Tayvanda. Ha, dengiz bo'yida, Ah, suvlar, bu yoqdan chiroqlar tepadan. tushunarli. Turkiyadan qo'shiqchilar keladi, O'zbekistondan o'zimizdan albatta bo'lishi shart. Munisa Rizayeva, Rayhon, keyin Jennifer Lopez kelsa, Yulduz ham qo'sha olmadingiz? Yulduz Usmonova, mayli. Ularsiz to'y o'tmaydi. O'zi ertalab nechta turasiz? Ovqatli qilishni bilasizmi? Mayli, xo'p, hammasiga ko'ndik deylik. Zachем ovqat qilib, buyurtma beramiz. Bo'ldi. 5 minutda uyga olib kelib qo'yadi. Demak, umuman ovqat qilmaysiz. Vaqtim yo'q men ovqat qilishga. Ertalab meni uyg'otib ovora bo'lmang. O'zingiz kiyinib, to'g'rilanib, ovqatlanib ishga ketavering. Men o'zim xohlagan vaqtimda uyg'onib, Obedlarda, tushlik vaqtlarida turasiz? Ha, obeddan keyin dugonalarim bilan obed qilishga chiqaman-da, o'sha payt obedda 12 larda tursam, ular qaqras birlarga bo'shaydi. Oila qurganimizdan keyin farzandli bo'lsak, mabodo endi xudo xohlasa farzandli bo'lsak, o'zingiz tarbiya berasizmi axir? Shartmi? Enaga bor hozir, ko'p-ku, voy. Shu ham problema endi sizga. Chetdan ko'ryapman. Oysen ham yaxshi qiz chiqar ekan. Yaxshi turmush o'rtoq chiqar ekan. Avroqcha tellab, qo'rqib, peshanalaridan ter oqib, boyga qiz yaxshiroq edi deb. Faqat pulni hisobladim men. 20 ming, 30 ming. To'y qayerda ekan? To'y Tailandda 150 ming AQSh dollari ketdi. Yaxshi ham bu rol edi. Aysen ham unaqa qiz emas. Birinchi qiz o'zi original Aysen ham. Lekin o'sha original Aysenga o'zlari ham ishonmadilar. O'zi ham qo'rqib ketdi. Ko'zlari pirpiramasdan yolg'on gapirdi. Yaxshi rol ijro qilgan o'sha Oliftaxon serialida hamda Meros serialida tarixiy obrazni gavdalantirgansiz. Ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Juda ham yaxshi, samimiy suhbat bo'lyapti. Keling, biz sizga blitz savollarni tayyorlab qo'ygan edik. Mana shu blitz savollarni hozir tezda lo'nda aniq qilib javob berishingiz kerak bo'ladi. Birma-bir o'qib beramiz. Tezroq va aniq javob berishlari kerak, to'g'rimi? Birinchi bo'lib ishlatayotgan pulingiz qancha va nima qilgansiz? Eng birinchisimi? Uni oyimga beryapman. Ha, birinchisini Qo'yib. beryapman. Yaxshi. Davom etamiz. Maktabda eng ko'p sizga xat yozgan bola. Oy, juda ko'p keladi. Eng ko'p umuman Tinimsiz, Qiynab bezor tashlagan qilib bola. yuborgan bola, oxiri tegaman deb yorishga sal qolgan bo'lgan vaqtingiz. Men hattoki tanmaydigan kurslardan ham bolalardan ham kelardi. Ko'pchidan. zo'r. Eng birinchi muvaffaqiyatingiz. Eng birinchi muvaffaqiyat o'qishga kirganim. Yaxshi. O'zingizga eng ko'p beradigan savolingiz nima? Bugun qanaqa yaxshi narsa o'rganding? Ha. bugun. San'atda kim bilan urushgansiz? San'atda hali hech kim bilan urushmaganman. Urushmang. Bir kunda uyali aloqangiz, ya'ni telefoningizga qancha vaqt ajratasiz? 2-3 soat. 3 soat oralig'ida. Faqatgina Aysenem Yusupov biladigan 3 ta fakt. Faqatgina u biladi, hech kim bilmaydi. Ko'pchilik oldida yig'lamayman. Ko'pchilik meni siz aytgandaqa qo'lida hech qanaqa ish kelmaydi. Buni Oliftaxon deb o'ylaydi, ya'ni. Ko'pchilik chunki savol berishadi, siz haqiqatdan ovqat qilishni bilasizmi deydi. Qanaqa bilmaslik mumkin? Go'yoki bir o'zga sayyoralikka bergan savolga, bilasizmi? Ovqat qilishni bilaman. Boyaga uchrashuvga chiqqan birinchi qiz o'zimman deng. Ha, hammasini bilaman. Yaxshi, uchinchisi? Uchinchisi, ko'pchilik ot bilan shug'ullanishim, ot mashg'uloti bilan shug'ullanishimni bilishmaydi. Ya'ni ot bilan. Ot minaman. Ot sporti bilan. Ot sporti bilan. Qoyil, men ham bilmas edim. Nafaqat siz hamma bilmasdi. Onajoningizga so'nggi bor qachon, ya'ni oxirgi marta sizni yaxshi ko'raman deb aytdingiz? Oy. Ko'p bir paytlar ish bilan band bo'lib, hatto bir kun, 2 kun gaplashmay qolaman, telefon qilmay qolaman. O'zimdan xafa bo'lib ketaman juda ham. Ish hech qachon tugamaydi. Men birinchi navbatda oilamni, har doim oilam birinchi o'rinda, meni onam, singlim, akalarim bo'lib kelishgan. Xo'p, qachon so'nggi marotaba sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Oxirgi martami? Ancha oldin. Keling, mana shu daqiqani o'zida Aysenem onajonisiga qo'ng'iroq qiladi. Hozirning o'zida hammani ko'z o'ngida onajonisiga yaxshi ko'rishini aytadi. Hozirmi? Bo'ladimi? Telefoningiz qani? Naryoqda. Xo'sh, mana telefoningiz. Ko'tararmikinlar? Ko'taradilar. Faqat qo'rqib ketmasinlar. Ko'tararmikin? Bemalol onajoningizni yaxshi ko'rishingizni. Chunki shaxsan men ham qanaqadir farzandni
ona bilan birgalikda qandaydir masofa bo'ladimi, uyat bo'ladimi, onajonimga yaxshi ko'rishimni ayta olmayman. Ana mehrim oshib ketsa ham uyalaman. Uyalasiz, lekin bu o'ylaysizki, ko'proq qizlarda osonroq kechadi deb o'ylaysiz. Qizlar onajonasiga iltimos, sizni yaxshi ko'raman deb aytish osonroq deb tuyuladi aslida. Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Allo, Azizim. mama. Oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Aman ishim o'tirman, davom etmoqchiman. Yaxshiman, rahmat. Judayam yaxshi. Aytiring. Sizni sog'indim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Jiyanim deb, men ham seni yaxshi ko'raman, bolam. Tasavvur. Do'stlaringga yaxshi tavsiyalar bo'lsin. Yeringa rivoj bersin. Ulug' qizim, aql qizim. Turum deb. Xo'p, oyi, gaplashamiz. Sog' bo'ling. Jiyanim deb, yaxshi. Ana, azizlar, bu vaqtni, bunaqa hissiyotni, mana shu daqiqalarni kechiktirmang. Hoziroq onajoningiz yoningizda bo'lsa, onajoningizni bag'ringizga bosib, onajon sizni yaxshi ko'raman deng. Ota-onangizni sevishingizni ayting yoki bo'lmasa uzoqda bo'lsangiz, birgina qo'ng'iroq qilib onajon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni aytib qo'ying. Hozir ayni vaqti. Ayniqsa erta tongdan, omonimonni ko'rgandan keyin erta tongdan onajonlarimiz qanchalik xursand bo'lib ketishadi. Mana hozir buni isboti bo'ldi. Bundan ortiq vaqt yo'q. Lekin Aysen ham haqiqatan onajonisini yaxshi ko'rar ekan. Hozir ko'zda ko'z yosh turibdi. Agarda o'sha qizil tugmachani bosmaganida aniq yig'lab olardi. Ozgina qoldi. Keldi mana shu yerga qaytib ketdi. Mayli, rahmat dedim keyin qo'ydi. To'g'ri. Rahmat. Onajoningizni juda ham yaxshi ko'rar ekansiz. Men ham aytib qo'y, onajon, men ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onajon, men ham sizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Vaqtimizga sog' bo'ling. Ana, Onajonlarimizni boriga shukr. Ular uchun mana bu qarsaklar, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim farzandlar, nabiralar, evara-chevaralar rohatini ko'rib yuring. Sizlar borsiz, biz mag'rur bo'lib yuramiz, kerilib yuramiz, to'g'rimi? Xursand bo'lib yuramiz. Rahmat. Tashrif uchun tashakkur Aysen. Juda ham samimiy suhbat bo'ldi, kayfiyatimiz ko'tarildi. To'g'risi maza qildik. Albatta. To'g'rimi? Ijodingizga parvoz tilaymiz. Hamisha o'ylagan niyatlaringizga, maqsadlaringizga yetishingizga tilakdoshmiz. Yangi yil sizga baxt, omad, sog'lik, quvonch olib kelsin. Hamisha harakatdan to'xtamang. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Ko'rishganimdan xursandman. Rahmat, tashakkur. Rahmat. Samimiy tabassumingizga ko'z tegmasin. Azizlar, vaqt oliy hakam deyshadi. Afsuski, mana shu daqiqada ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Bir donishmand sevgi, qashshoqlik va tish og'rig'idan boshqa hamma narsaga davo degan ekan Abroq hoji. Albatta. Shunday ekan, hamisha sevilib yuring azizlar. Bu hayotda faqatgina yaxshilik, mehr, muhabbat qoladi. Yaqinda bitta gap o'qib qoldim. Rus tilida, hozir o'zbekchasini aytib beraman. Qayerda sevgi, mehr, muhabbat bo'lsa, o'sha joyda xato bo'ladi. Qayerda sevgi, muhabbat bo'lmasa, hamma xato o'sha yerda bo'ladi. Bekorga shoirimizdan Muhammad Yusuf aytmaganlar, mehr qolur, muhabbat qolur deb. Men bu xislatlarga juda alohida e'tibor beraman. Samimiylik, mehrga, boya ham aytdim, do'stlikka. Shuning uchun barchaga mehr, muhabbat, go'zallik tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Siz ham har doim go'zal bo'lib yuring, xursand bo'lib yuring. Katta rollarni ijro qilib, yurtimizdagi, O'zbekistonimizdagi, dunyodagi eng zo'r aktrisalar qatorida bo'lishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Samimiy tabassumingizga ko'z tegmasin, chiroyingizga ham ko'z tegmasin. Rahmat. Azizlar, ko'rsatuvimiz to'g'risidagi fikr va mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga yozib qoldirishni unutmang. Sizni fikringiz, sizni e'tiboringiz, sizni mehringiz biz uchun baxt. Albatta, azizlar, unutmang, har bir kuningiz muhim kun. Ko'rsatuvimizni xushovoz xonanda Mohira Asadova ijrosidagi go'zal tarona bilan yakunlaymiz. Yana omon-omon kunlarda, omon-omon tonglarda, omon-omon ko'rsatuv bilan ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Salomat bo'ling.